Ozmoqchi bo'layotganlar mana shu videoni ko'ringlar, bu tayyor sizlar bepul shpargalka qanaqa sport pitani ichish kerak ozmoqchi bo'layotgan odamlar. Izolat protein ichish kerak, shakari bo'lmasligi kerak, mana yozib qo'yibdi, shakari yo'q. L-karnitin ichish kerak, yog'larni yo'q qilishga yordam beradi. Energetik ichish kerak. Ishlayotgan odamlar ishdan tashqari zalga ketadi, boradi, o'shanga energiya beradi, sizlarga kuch beradi. Kreatin kerak, muskullarning qayta tiklanishi, og'riqlarni yo'q qilish kerak. Bularni taxlash uchun shaker kerak. Mana shular hammasi komplekt qilib 10 dona bordi, sotib olgan odamlar hammasi menga rahmat aytayapti. Sotuvda qolmadi. Mana shu naborimiz 1 million 400 ming so'mdan dastavkalarini bepul qilib O'zbekistonda hamma joyga jo'natib berdik. Bu naborimiz qolmadi. Endi katta naborimiz bor. Mana shu izolatda 1 kilogramm 800 ligi bor. Bu naborimizda narxi 2 million so'm chiqadi. Bir dona qoldi, boshqa yo'q. Kimga kerak bo'lsa lichka yozinglar. Shpargalkaning davomi bor, ovqatlanish tartibi kerak bo'ladi sizlar. Men o'zimda VIP guruhim bor. Bu yerda kunlik ovqatlanishim hammasini qo'yib boraman. Bepulga o'sha gruppaga sizlarni tiqib qo'yaman, ovqatlanishlarni shpargalkasini ham ko'rib, tezgina qorninglarni yo'q qilib olasizlar.